xalq qabulxonalariga kelayotgan murojaatlarning eng katta qismi ichki ishlar 148 ming, majburiy ijro 134 ming, energetika 88 ming, bandlik 60 ming, sog'liqni saqlash 56 ming. Aliment bo'yicha ko'p masalalarni hal qildik. Misol uchun o'tgan yil aliment bilan bog'liq 70 ming murojaat kelib tushgan. Majburiy ijro byurosida aliment bilan bog'liq jami 480 mingta ish bor. 71 ta tumanda alimentga oid arizalar keskin oshgan. Ayniqsa Denovda, Pastdarg'omda, Kattaqo'rg'on tumanlari, Namangan va Andijon shaharlarida aliment undirish juda past. To'g'ri, majburiy ijro byurosi aliment bo'yicha ariza tushsa undirib beryapti, lekin aliment to'lovchining rasmiy daromadi bo'lmagani uchun murojaatlarning 30% hal qilinmasdan qolgan. Bu aliment to'lamadi degani, buni orqasida qancha bola turibdi? Onani sharoiti qanday? Nimaga mahkam va bong urmaydi? Nima uchun hokimlar aliment to'lovchilarini qanchasini kasbi bor, lekin ishsiz, qanchasini o'qitish kerak degan savol bilan bandlik bo'limi va mahalla yettiligiga oldida aniq masala qo'ymaydi. Hozirda aliment to'lash kerak bo'lgan 160 ming odam ishsiz. Hududda ishlar shunday tashkil qilinsa, aliment bo'yicha murojaatlar 2 karra kamayadi.